Fiz, qayerdan keldingiz? Nima diagnoz? Toshkent viloyati Chinoz tumanidan keldim. Rahmonberdiyev Sabirjonman. Aptический nekroz 2 daraja. Operatsiya dedi. 3 ta joyda. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Diagnoz to'g'ri qo'ydimmi? Ha, to'g'ri qo'ydingiz. Qayerlarda aytdi operatsiya? Yo'q, qaysi joylarda aytdi? Shaharda nima respublikatsiya travmatologiyada, keyin TTZda klinikada aytdi, keyin doktor Servisda aytdi. Boshqa iloji yo'q dedimi? Yo'q, operatsiya. 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 Kerak yo'q, hech qanaqa operatsiya. Yuring. Hassada qancha bo'ldi yurganingizga? 10 oy. 10 oy. Bo'ldi, bu yoqqa yuring. Xudo xohlasa tashlab chiqasiz. Inshaalloh aytganingiz kelsin. 2 kun chidab bilsangiz, og'riqani. Xudo xolasa. Masajga chidab bilsangiz, o'tirib tura bilasizmi? Turing mana. Ha? Mana qilsa turing. O'tirib tura bilasizmi? Tamam. Qani? Qassada ko'p yursam, men belimni ololmay qolaman. Belingizdan grizadan beryapti. Ko'ks artrozingiz bor. Operatsiya deb aytdimi dedim. To'g'ri Aytdim, 3 ta joyda operatsiya dedi. Kerak emas, hech qanaqa operatsiya. Xudo xolasa biz operatsiya tashlab chiqasiz. Aytganingiz kelsin. Xudo xolasa. Rahmat. Hammaga mana hassa bilan, Bildingizmi? ha? Ancha yengil. Mana yarim soatda nima o'zgarish bo'ldi? Hassada zo'rg'a kirib oldim. Mana hozir bemalol chiqdim yurib. Badan yengil his qilyapman. So'zim ustidan chiqdimmi? Yashang, baraka toping. Aytdimmi, qachalasangiz hassani tashlab chiqaraman deb. Ha, rahmat. Bo'lar ekanmi? Bo'lar Qani ekan. bitta yuring. Xudoga shukr. Allohga shukr. Rahmat. Avvalo zo'rg'a kirib edim. Nima sezdingiz? Og'riq yo'q. Yo'qmi? Yengil bo'ldi. Allohga shukr. O'sha rang ham kirdi. Ko'zingizda nur bor. Xudo xolasa. Qancha yurgaydingiz bunda? 10 oy. 10 oy. Kim bilan keldingiz? O ukam bilan. Mana ukasi tashlab yuboringlar mana. Amin. Qani bitta o'tirib turing. Yashang. Rahmat. Allohga shukr qiling.